Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, mana Astraxan yigitlarining berayotgan ehson pullaridan birinchi Qur'on kitoblari ketdi, alhamdulillah. Hozir sizlar masalan Imom Muhammad maşallah. Hozir bunlar bir topda 10 don. Taqsirim? Har bir topda 10 don, ha. Shu birinchi madrasaga mana inshaalloh mana shu kitobga mana 50 kitob Qur'on berilib ketdi, alhamdulillah. Yaxshi Qur'onlar ekan bu. O'ta son Qur'onlar. Oldu ushlab keldi. 2 son tajvid Qur'on ekan. Mana bergan bolalarga bir so'z so'rab qo'yasiz, xohlasangiz. Buni olib qo'yaman. Hozir taqsir damla bizda yerda o'qib turgan bola hozir mana shu Tatalga chiqib kelgan 30 ga, esimda 30 ga bo'ldi sizniki qanday? O'qishingiz hozir 30 ga qanday? Mana kanikulga kelgan. Taqsirim bu kitobga o'sha biz Astraxandiq baldar bergan ehson qilib. Fisabilillah Alloh taolaning roziligi uchun o'sha muhtojlarga muhtoj medresalarga beringiz degan o'shol Aslamot Jalot oblasida. Ana hozir o'sha Qurshabdagi o'zimizning o'sha Imom Muhammad medresasidagi berishlikka niyat qildi, Xudo buyursa inshaalloh. So'rab qo'ysangiz bo'laveradi. Qur'onlarni Alloh razı olsun. Qur'onlarni oldi. Toliblarga Qur'on yetmayotgan, bu Qur'onlar o'ta so'nin tajvid bilan yozilibdir. Shu Qur'onni qaravoldar o'qib qancha soatlar hasl bo'lsa, shu savobni buyursa bir da kelmaysidan shu sevib olgan bir tuğanlar olsun soatlar. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Şu ihsan işlerde ko'p jasorat. İnşallah. Tavfiq bersin. Amin. Xo'p, hurmatli yigitlar, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yana qolgan joylarga berganlarimizni sizlarga bir dalil onaqasi. Endi ishonasizlar degan ishonasizlar, endi shunday bo'lsa ham baribir hisobli do'st ayrilmas inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hozir o'sha 10 ta bo'ldi. Bozor qurg'onda mana shu muhudin nomlariga hozir mana omonat toshiryapmiz inshaalloh. Hozir shunda ochsa shunda mana bo'ldi ochmayman. Mana hozir bu yoqqa 100 ta Qur'on 150 ta muallifni tashlab qo'ydik inshaalloh ana shu aytilgan madrasalarga Xudo xolasa. Bir gapirib qo'ysam bo'laveradi. Ziyod boramiz. İnşallah biz mana shu bozor qurg'on madrasalariga kerakli o'rinlarga tarqatishga harakat qilamiz. Allah subhanahu wa ta'ala bergan xayriyalarni Alloh o'zini nimasi bilan qabul qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu wa ta'ala bundan ham ziyoda bir yaxshi bir harakatlarga o'zingizlarni sababchi bo'lib qolishlariga Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Inshaalloh. Mana shu Astraxanda yurgan bolalar hammasi Allohim sizlarning ihsoninglarni qabul qilsin. Allohim mana shunday bir musofirchilikda yurib, tirikchilikdan oshinib bo'lsa ham shunday islom dinimiz rivojlanishi uchun o'zingizlar hisslar shunaqa qo'shyapsizlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu xayr ihsoninglarni fi sabilillah qabul qilsin. Kelajakda yana ko'p kitoblarni tarqatib, ko'p musulmon ummatlarimiz dinda mustahkam bo'lib, mana shu Allohning kalomini yodlashlariga sababchi bo'lib qoladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.